Xotin, Ha Mardakcham. Rossiyadan kuchimni ishlab jo'natgan pullarimni oldingmi? Oldim. Menga qara, ertaga O'zbekistonga boraman. Borishim bilan mo'shincha olamiz. Qo'shnilarni orqasi jav-jav qilar ekanda. Atası ölmegen kim var? Onası ölmegen kim var? Ha, hojam tinchlikmi? Tinchlikmas, senin Mardakchang Rossiyaga Natashalar gelinib qolibdi. Endi nima qilaman? Qanday qilish kerak? Qanday qilyapsiz? Ko'rinmayapti. Pul kerak, pul. Qancha? Endigi bor pulni olib chiq. Hamma pulni olib chiqmasang, ering Natashalar gelinib sen beva qolasan. Hozir olib chiqaman. 5 yil Rossiyaga ishlab xotinga pulni jo'natdim. Xotin pulni yig'ib qo'ygan. Ertaga mo'shincha olaman. Pulni nimadan jo'natdingiz? Nima qaytarib qiling? Ko'tingni yo'q. Men qaytariqni boshladim. Ko'zingni ochsang, beva qolasan. Bilasana? Ochma. Beva qolasan. Zarakka! Mardakcham ketdi qani? Qanaqa bilan pulni olib mo'shincha olamiz. Hozir uyga lo'li keldi. Men beva qolasan dedi-ki, ammo pullarni qaytarib qilish uchun lo'liga bermadim. Durak! Hamma pulni berordingmi? Lo'la nima dedi? Beva qolasan dedi. Lo'la to'g'ri aytibdi. Bugundan boshlab bevasan.